Xonsaroy kompaniyadan JK Diplomatdan 2 xonali Novostroyga 3 xona qilingan uyimizdan sizga taklif qilmoqchiman. Yangi remont dizaynerskiy proyekt hali hech kim yashamagan. Yunusobod 6-kvartal bu tarafimiz Amerikanskiy posolstvo, bu tarafimiz Afrogansk universiteti. Novostroykamiz yo'l yuzida joylashgan. Shu uyimiz bizda 6-etajda joylashgan 16 etajli bino. Uy egalari 89 ming $. So'rashyapti, kelishilinadigan joylari bor. Plus uy ichi 55 kvadrat va G-образный polni aylanasiga 24 kvadratli terrasa ham mavjud. Birgalikda uyni ko'ramiz. Qarang, podyezddan kirish eshigimiz, bu tarafimiz bizda prixoshka keling. O'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsa, bizda sanuzelimiz birlashgan holatda chiroyli sifatli kafellari taqilgan. Bu tarafimizda to'g'riga kiradigan bo'lsa, bizda oshxona, stroyni kuxna garnituralarimiz mavjud va bu eshigimizdan bizda уже 24 kvadratli terrasamizga chiqish vixitlarimiz bor. Ham oshxona, детский, spalniy zaldan terrasaga chiqadigan eshiklarimiz mavjud. Keling, bu tarafimizda esa bizda zalimiz bo'ladi. Zalimiz juda ham uzunasiga bir 6-6,5 metr eniga va 3 metrga yaqin. Keling, bu taraf, o'ng tarafimizda bizda birinchi детскийimiz bo'ladi. Interyer dekoratsiya, sifat, remontlari juda ham yaxshi. Va bu tarafimiz esa bizda spalniyamiz bo'ladi. Spalniy garnitura полностью komplektowanный. Shu ko'rgan 2 xona, 3 xona qilingan Novostroykamizda 55 kvadrat uy ichi 24 kvadrat aylanma terrasalari mavjud. Egalari 89 ming $da so'rashyapti. Albatta kelishilinadigan joylari bor. Telefon raqami opsiyonida aloqaga chiqamiz.